Assalomu alaykum kanalim obunachilari va kuzatuvchilari, kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun shokoladdan juda ham mazali va oson tayyor bo'ladigan mahsulotlari juda ham oddiy va hamma uyda topiladigan mahsulotlardan pechonnilar tayyorlab ko'rsatmoqchiman. Birinchi bo'lib suv quyib olamiz. Qaynab turgan suvimizga bir dona shokoladni solib, 2 osh qoshig'ida shakar va 50 ml da sariyog' solamiz, 50 gramda. 1,5 osh qoshig'ida kakao xohishga qarab qo'shamiz. Qo'shmasanglar ham o'zi yaxshi chiqadi. Shokoladni kakao ilisidan ishlatsanglar, qo'shmasanglar ham bo'laveradi. 150-180 ml atrofida suvni qaynatib oldim. Yaxshilab massamizni hammasini aralashtiramiz. Bu orada bir donadan like bosish esingizdan chiqmasin. Albatta izohlarda kim qayerdan turib kuzatayotgan bo'lsa yozib qo'yishni unutmanglar. Endi esa unimizni solamiz. 150-200 gram atrofida un ishlatamiz. Unimizni oz-ozdan solib, gazimizni pastroq darajaga qo'yib, sekin-sekin aralashtiramiz. Videolarimni qo'ya olmaganim sababi juda ham ko'p sabablar bo'ldi. Shuning uchun video chiqarishga ham vaqtim bo'lmadi. Albatta like ni ko'p bosib, ayamasdan izohlarni yozib, qo'llab-quvvatlab tursanglar, yana ham tez videolar chiqarishga harakat qilaman va osongina retseptlarni o'rgataman. Endi sovutib olganimizdan keyin juda ham sovuq emas, issiq emas, iliq holatida dro'ja solamiz. 1 osh qoshiqda dro'ja solib 30 daqiqaga chetga olib qo'yamiz yoki duxovkaning ichiga solib tezroq oshsin desanglar, issiqroq joyga qo'ying. Duxovkani 50-40 gradusga yoqib qo'yib, ichiga 15 daqiqaga qo'ysanglar oshib chiqadi. Dro'ja qo'shmasdan ham tayyorlasanglar bo'ladi. Buning uchun 1 choy qoshiqda razraqli etil ili ichimlik sodasidan foydalanishimiz kerak. Shunda birdaniga oshirmasdan tayyorlasak bo'ladi. Unda ham juda ham mazali bo'lib chiqadi. Oddiy razraqli etil ili ichimlik sodasidan 1 choy qoshiqdan qo'shamiz. Ichimlik sodasi bo'lsa, ichimlik sodasidan 1 choy qoshiq yoki razraqli etil bo'lsa, razraqli etildan 1 choy qoshiq solib tayyorlasak ham bo'ladi. Agar dro'jali xohlamasanglar, endi bo'lib olgan shokoladlarimizni xuddi shunday qilib qo'yib, chetlarini yopib chiqamiz. Izohlarga yozish esingizdan chiqmasin. Hozirgi videoyimni kim qayerdan ko'rib kuzatayotgan bo'lsa, albatta shaharingizning nomini yozib ketinglar izohlarga, ya'ni kommentariyaga. Menga juda ham muhim va qiziq kim qayerdan turib kuzatayotganligi. Bu orada duxovkamizni qizdirib qo'yamiz. 180 gradusda 20-25 daqiqa davomida pishiramiz. Juda ham mazali, og'zingizda qoladigan pechonnilar bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Kelgusi videolarimda sog'-omon ko'rishguncha o'zinglarni ehtiyot qilinglar, omon bo'linglar.